voy men hech qachon bu ayoldek bo'la olmayman. Ering nima desa xo'p degan, xuddi guruga sajda qilgin deb aytib ketgan deb chiqqaningizdan keyinchi sizga shablonlar avtomatik aytisha olmaydi o'zligi. Mana bunaqa qil, mana bunaqa Taraladida, o'sha energiya taralib turadi. Mana bunaqa kiyin deb ham aytisha olmaydi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun Durdona opani gapirtirmaymiz. Shuncha savol yozib olibdilar. Da, shuncha kishini gapirtiradilar, hammani ochadilar, yordam beradilar. Shunaqa his qildim bugun. Keling, ana shu bizga mana shu energiyani beradigan, bizni yondiradigan ayol nimadan yonadi? Qanaqa qilib bu holatlarga kela olganda? Mana ko'pchilikni Durdona deya qolay, erkinlashamiz. Mana ko'pchilik kuzatishadi-da, voy men hech qachon bu ayoldek bo'la olmayman. 5 yil oldingi o'zingiz bilan gaplashsangiz aytib tashlaysiz-ku, unaqa qil, unaqa qil. 5 yil oldin uni duxingiz bo'lmaydi-ku unaqa. Bu qanaqa eplayapti, qanaqa o'zlashtiryapti. Lekin sizni bir gapingiz bor-da, doim havas qilaman. Sen boshlab yubor, mana shu joydan boshlab yubor, kir o'sha auraga, kir o'sha energiyaga deysiz-ku, yengilgina. Shunga aytmoqchiman-da, men Durdonaga havas qiladigan ayollar bugun shunaqa ochib tashlaymizki, qanaqa oson yengil bunaqa yaratib tashlash mumkin. Keling, savollarda beray. Birinchi savolim. Oson yengillik o'zi nima uchun kerak? Osonlik, ko'pchilik hayotini qiyinlashtirib yuborganda, oldin nimadirga erishsam, qayergadir ko'chsam, ozib olsam, semirib olsam, bolalarim katta bo'lsa deb qiyinlashtirib tashlashadi. Lekin o'sha paytda ham maza qilib oson yashash mumkin. Oson, yengil yashash qayerdan o'rgangan ekanman. Oldin meni shablonlarga solmoqchi bo'lishardi-da, masalan, kichkinaligingda bundoq bo'l, erga tegmoqchi bo'lgan qizlar ideal mana bunaqa bo'lish kerak, begona mashinaga chiqish kerak emas, mana bunaqa. Ikkiga mana bolali 3 ta bola tug'dim, o'sha shablonlarni keyin ko'rsatishyapti. Kelin gap qaytarmasligi kerak, yetardi. Nimaga kelin fikrini bildira olmaydi-da, qaynonam bilan qilganimizda. Keyin o'sha shablonlarni anglab turar ekanman deb keyingi kelinligimda yangalar o'rgatib ketgan. Ering nima desa xo'p degan, xuddi guruga sajda qilgin deb aytib ketgan deb. Va o'zimni nima keragi bor? Men qanaqa, erim qanaqa bo'lsa, mana o'sha urovenda emasmanmi deb ichimdan chiqar ekan. Balki shu tuprog'imni shunaqa qilib qolishganmikan, bilmayman. Yengilligini oldindan sezardim. Lekin mana ayollarni ko'pini bosishadi, mana bunaqa bo'l, unaqa qizlik paytingizdan boshlab, keyin meni ichimda bunt bo'lib chiqqan, men o'zim xohlagandek bo'laman. Undan chiqa olmagan ayollarda vaqt hali kerak bo'ladi yoki o'sha bosimlar kerak bo'ladi. O'shandan chiqqaningizdan keyinchi sizga shablonlar avtomatik aytisha olmaydi o'zligi. Mana bunaqa qil, mana bunaqa Taraladida, o'sha energiya taralib turadi. Mana bunaqa kiyin deb ham aytisha olmaydi. Oxirgani tegib ketganlaridan qaynatam aytardilar. Intervyuni ko'rsalar ko'radilar. Yordam beryapsiz. Kelin shim kiyib yuribdi, shim kiymasin. Men shim kiygim kelyapti. Men ochib, bellarim ochib, qornlarim ochib shim kiymay, endi qanaqa shim kiysa kelar shunaqa. Kelin shim kiymasin deb aytganlarda, men bu yoshda qaytib bo'lmayman-ku. Qachon shim kiyamanman? Buvim aytardilar. Mendek bo'lganingda bo'yinasan. Men tasavvur qilib qariganimda qanaqa bo'yinaman? Men hozir maza qilmayman. O'shalar joningizga tegadi, o'tib ketadi, teshib o'tadi. Keyin qochlaring o'zim bilan qanaqa yashash deb, keyin kelasiz bu yengilligiga. Mana shunaqa qilgan ekanman. Demak, hammada o'sha siz aytganingdek qisishadi va ko'rsatib bermoqchi bo'lishadi. O'sha vaqtda siz mana shu liderlik qilib shuni yorib o'ta olgansizda. Shuni yorib o'tmasdan o'sha quvvati, jasorati yetmagan ayollar demakki jabrdiyda roliga kirib betga qolib ketgan-da. To'ymagan va to'ymagan javobgarlik olmagan nam bo'lishi mumkin. Mas'uliyat-ku bu narsa. Endi ikkinchi savolim bo'ladi, bu muhim joyida. Mana olim ko'p, faylasuf ko'p. Ishini ustasi qaysi ma'noda? Bilimi to'lib ketgan inson ko'pda dunyoda. Lekin mana portfelini ko'tarib hech narsaga erisha olmagan. Lekin shu toifa insonlar borki, ular ham o'rganadi, birdan hayotga beradi. O'rganadi, birdan hayotga beradi. Sizda bu qobiliyat
bu tug'mada, lekin hozir men xohlaymanki, men va bu nima deydi, podkastni eshitayotganda ayollar mana shuni qanaqa birdan oson ochgansiz va o'zlarida ochib olsa bo'ladi. Qanaqa sizga havas qilib shuni yer bilan ulasa bo'ladi-da, kelgan quvvatini. Menga bitta narsa anaqa bo'lgan, turtki bo'lgan. Masalan, xarajatlarimni ko'paytirib yuborganman va uni turmush o'rtog'imdan ola olmayman. Men o'z xohishim bilan uni ko'paytirib yuborganman. Erim aytgan, "Sen qila olmaysan, men olib bera olmayman, men qila olmayman, lekin men qilaman." Endi boshqa joydan ham ola olmaysiz. Sizni qo'llab-quvvatlaydiganlar uje yo'q, xohlasang qil, xohlasang qilma degan etapda ichingizdan men shuni qilaman deganingizda, agar o'sha qilaman deyishga xohishingiz bo'lgandagina ideya beriladi Xudodan. "Men bunaqa qil, men bunaqa qil, men bunaqa qil, mashinaga borasan." Keyin men ularni qilardim. Qo'rqmasdan qilish kerak-da. Lekin hozir mana surishtirsangiz, misol uchun 80% inson haqiqatan o'sha narsaga puli ham yo'q, ruxsati ham yo'q-da. No, sizda shu narsa borki, shu hayratda qolaman. Qayerdan bu ishonch? O'zingizga kelgan energiya, o'zingizga kelgan hislarni, o'zingizni xafa bo'lishingiz har bittasini shunaqa поддержка qila olasiz va hayotga, mana bunaqa ochib berasiz. Hayotga shu tomoni muhimda, shunaqa to'g'ri yetkazib bera olasiz, buzmasdan yetkazasizda, chiroyli san'atga aylantirasizda. Ko'pchilik bir kishi ajrashib ketadi, bir kishi urush qiladi, bir kishi bir-birini pichoqlab qo'yadi, lekin siz o'shani san'atga aylantira olasizda. Demakki, bu ishonch har doim sizda mavjud bo'lgan. Shuni o'zingiz nimani his qilasiz shunda? Unaqa darajada bo'lmagan. Masalan, meni hozir qo'llab-quvvatlaydigan erim bor. Oldin ham xuddi shu erga tegaman, xuddi shu ajrashmagan u er bilan, lekin u boshqa er edilar oldin. Doim to'siq qiladigan, doim to'siq qilib beradigan, doim qiynaydigan, har 5 minutda telefon qiladigan, rashqchi, ishonmaydigan. Mana yuragim xotirda yurardi, ko'chaga chiqsam, erim telefon qiladi, erim hozir telefon qiladi, erim chaqiradi, uyga ham tez chaqirardilar, ovqat qil kelib. O'zi ishdaman, 6gacha ham ish yo'q, tez kelib ovqat qil. O'shanda nima bo'lgan? Mana er bilan olishaverasiz, lekin mana liderligingizni, lider emasman. Siz borligingizni va sizga ham ishonsa bo'lishini bu erga ko'rsatish kerak. O'shanda men bu er birdaniga xuddi ajrashib zo'r er topasizda, o'shanga tegasiz-ku, xuddi shunaqa er bo'lib qoladi oldingizda, qo'llab-quvvatlaydigan. Demakki, hozir siz aytmoqchisizki, ko'pchilik mana o'sha o'tish etapi bo'lganida boshqa yoqqa ketib qoladi, ajrimga ketadi, boshqa ketadi. No, qarshilik qilyapti menga. Nima uchun siz bilan yashash kerak? Nima uchun siz o'zingiz mana boshqaga "Men yaxshiman, men yaxshi-ku" deb janjal qiladi-ku, lekin siz o'shani gapda emas, siz o'shani amalda, haqiqatda ko'rsatib bera olgansizda. Qiyin bo'ladi, lekin balki qolganlarda osonroq bo'lar, tavsiya ham qilmayman. Qiyin bo'ladi, unaqa vaziyatlar ham bo'ladi. Uyimiz bor, hamma sharoitimiz bor. Men mehmonxonaga bordim bir kunga, oilaviy. Shunga ayol sizni do'dir deb o'ylaydi, mana shu eringiz, atrofingizdagilar, uyingizdagilar. Bu jinnimi, mehmonxonada nima qiladi, nima keragi bor? Mana shuni qiyin keladi. Bir kunga pul topib mehmonxona zayn qilardim. Ketdi bir kunga. O'sha bir kun maza qilib kelib, erim "Sen jinnisan deb mehmonxonada maza qilib kelardi ular. Men pul sarflardim unga. Ular sarflamasdilar ham, "Sen jinnisan, bunga kerak emas pul. Uyimiz bor, mehmonxonaga nima bor bir kunga." Uni his qildirardim. Faizda o'tirardik, basseynga tushardik, zavtraklarga chiqardik, bolalarni erga olib yurib, narsa zakaz qilardik, xonaga dam olib chiqib ketardik. Kelganlardan keyin "Sen jinnisan, shuncha pulni yo'q qilding" derdilar-da, eslardilar. Mehmonxonada maza qiluvdik-a, ani his qildirish kerak o'shani. Bu mehmonxona variantini har xil anaqada sinab ko'rganman men. Viloyatga bilet olib ko'rganman, katta boshqa davlatlarga bilet olib ko'rganman. Bir nimalar sovg'a qilib ko'rganman. Ani kuni aytdilar. Doim o'zlariga arzon kiyim ravo ko'rardilar. Oldin erkaklar shunaqa bo'ladi. Bitta futbolka bilan ishim bo'lsa bo'ldi-ku. Shunaqa kiyib yurardilar. Keyin men o'sha paytda o'ylarkanman, qimmatroq kiyim olishchi erimga. Brenddan futbolka shim olishni boshlaganimda sekin shkafdan o'zgarganimda ko'rsatgan ekanman. His qilishni boshlayaptilar. "Men futbolkachi boshqacha, mana shu oyoq kiyimim boshqacha." Anularni tashladilar-da. Hozir xuddi u tug'ilgandan beri brend kiyim kiyadiganda, "Men o'zim tanlayman, men o'zim borib olib kelaman." Yaxshi magazinga borib, olib o'shani kiyadi qilib.
qarang, mana hamma psixologlar aksariyat mana shunaqa gap aytishadida, boshla, harakat qil deganida ayollar man nima qilishim kerak deydida, siz nima deydi, shu trik premyersiz, men hozir hayron qolyapman-da. Voy, turmush o'rtog'iga aytishadi-yu, siz men didimga to'g'ri kelmayapsiz. Psixologiyani o'rganib olishadi-da, men didimga to'g'ri kelmayapsiz. Unaqa bunaqa. O'zi siz gapirib ham o'tirmayapsiz-da. Hamma narsa shu Allohim shunaqa bir inoyat bergan ekan sizga, amalda qilib bergansizda. Mehmonxonaga boraylik, jabrdiydan yoqmagansizda. Mehmonxonaga boraylik, dod voy emas. Borib shunday lazzatini ko'rsatgansizda. Bu bunaqa yer bilan ulash bu hammaga ham emasda. Men aytamanki, bunaqa ayollardan shunaqa shim olish kerak-da, buni o'rganib olish kerak-da. Psixologiyada nimaga baxtsiz bo'lishadi? Mana sal qo'shib cho'zmayman, ozroq qo'shib ketaman. Nima uchun baxtsiz bo'lishadi? O'rganib olishadi-da. Faqat talab. Amalda qani? Demak, shuni amalda ko'proq shunchalik sizga ixlosim yaratib tashlash. yo'q, yaratmaslik nima ekanda? Keyin bir nozik joyi borda, mana siz bilan Infinitive Club boshlanganidan buyon har xil insonlar keladi. Mana men sizga o'quvchi sifatida kelganimda, endi psixolog ekspert sifatida deylik, kelgan vaqtimda siz har xil xarakterdagi, har xil mana toifa deylik, har xil kasbdagi insonlar bilan bir xilda go'zal munosabatda bo'lasiz-da. Bu his qanaqa keladi? Bu oson emas-da. Masam u tug'ma bo'lsa kerak, uni shakllantirmaganman menimcha. Chunki mana bitta mijoz kelyapti-da, mani yordamchim yoki komandamdagi qiz u mijoz bilan gaplashib urushib ketyapti, buni chiqarib yubormoqchi. Men ularning suhbatiga kelaman-da, sen qochib tur deyman-da, men uni shu loyihaga ko'ndiraman. Nimagadir. Uni ko'ndirishga majbur ham qilmayman. Uni qattan bunaqa bo'lib qolganim, lekin aytib beraman, balki xarakterdir. O'sha ham psixolog aytadi-yu, qaysidir burch, qaysidir kunda tug'ilsa odam bunaqa xarakterda bo'ladi. Balki o'sha xarakter bir nimalarimdandir. Uni shakllantirmaganman, uni oldinda shuni olganman. Keling, shuni sal chuqurlashtiramiz. Sababi o'sha sizni oldingizga baribir sizga o'xshagan, sizni aurangizdagi o'sha sizni burch, boshqalar deymiz. Sizni oson eshitib his qila oladigan insonlar keladi-ku. Sizdagi bu xarakter, fe'l-atvor, inson o'zini sota olish, inson muloqotga kirisha olish madaniyati, inson boshqa insonlarni ham o'zidaqa hurmat qila olganingiz. Chunki bir inson oldiga borganda kimga pul to'laysiz? Sizni hurmat qilsa pul to'laysiz. Shu joyda ochilib ketyapti, qarang. Demak, sizda mana shu xarakter shu darajada shakllangan ekanki, hamma siz uchun nihoyatda qadrli, hammani ishi, hammani qilmoqchi bo'lgan kasbi, o'sha siz uchun uni ishonasizda, kelishidan eng ideal darajagacha olib chiqa oladi o'sha inson. Demak, bu o'sha menga qanaqa osmondan tushgan emas siz. Nima o'zidan o'zi emas, hurmatdir, lekin anaqa ham bor latafat. Hurmat katta ekan siz insonlarga. Hurmat emas, mana oddiy ayol uyda o'tiribdi, hech qanaqa kasbi yo'q, qobiliyati ham yo'q bo'lishi mumkin, lekin xohlaydi mana shu darajaga chiqaydi, lekin mana shu darajani ham qiyinchiliklari bor hozir. Qachon o'shanaqa tezlashib, ko'p qirrali bo'lib ketasiz, yaratasizda, qilaverasiz. Prosta uyda ovqat qilib bolalarga qarab o'tirish mumkin, lekin parallelni o'zingiz ustida ishlaysiz. Har kursga borib ko'rasiz, mana bu odam bilan tanishib ko'rasiz, birga ishlab ko'rasiz. Mana shularni qilganingizda o'sha eski xarakteringizda yasholmaysiz. Unaqa qila olmaysiz. Masalan, 5 yil oldingi o'zingiz bilan gaplashsangiz, aytib tashlaysiz-ku, unaqa qil, unaqa qil. 5 yil oldin uni duxingiz bo'lmaydi-ku unaqa. Tajribangiz ham bo'lmaydi. Hozir men montaj zo'r qilarman, sotuvni zo'r qilarman, lekin 5 yil oldin men xuddi ularni bilmaganman-ku. Kimdir menga o'rgatishi kerak bo'lgan. Bolalarim kichkinaligida o'zicha sizni missiyangiz bo'lsa, Xudo olib kelib qo'yadi. Intuitsiya deyapsiz-da bu. Taqdiringizda bo'lsa, sizda bo'lsa, Xudo sizni olib kelib qo'yaverar ekan o'sha yerda. Men umuman boshqa kasbda bo'lganman va faqat kasal bo'laverardim o'sha yerga borsam. Keyin больницаga ham yotganman-da, больницаdan ishga qatnayman. O'shanda ham to'xtamayman, ishga bordim. Kechqurun больницада lechini olaman, ertalab больницаdan chiqib ishga boraman. O'sha yerda qulog'imga anaqa qilgandek, psixologlarmi anaqa bemorlarga dars qilishyapti. Siz kasal emassiz, siz yaxshisiz. Menga ham kimdir shunaqa desin deyapman-da, menga aytmayapti-ku. Shunaqa odam qidirgan ekanman.
keyin hayotingizga u paytda internetlar ham rivojlanmagan, kompyuterdan buxgalteriya ish qilib o'tirsam, tepasidan psixolog konsultatsiyalar xuddi to'g'irlab qo'yaverar ekanda. Bormaganman konsultatsiyaga, telefon qilganman deb anaqa degan psixolog. Manga kelsangiz hayotingiz o'zgarib ketadi, oldingidek yashay olmaysiz deganda, "Voy, hayotim o'zgarib, ajrashib ketar ekanman." Bormaganman. Xudo sizga to'g'irlab beradi, znaklar keladi har kuni. Faqat kimdir uni ko'radi, kimdir ko'rmaydi, vaqtingizni yo'qotib qo'yasiz. Demak, siz mana shu ko'ra olishingiz aslida mana bu yoq sizga tortadigan narsa ham, demakki, farosatni anchayin shakllantirganingiz bilan bog'liq ekanda. Bu hozir shunga ahamiyat bersam, har bitta narsani tagida farosat kelyapti-da. Mana shu gapirishingiz, turmush o'rtog'ingiz bilan ham janjal qilib, "Sen unaqasan" demayapsiz-da. Yo'l qidirar ekansiz har doim. Yo'l qidirasiz. O'sha kiyimni o'zi eshitib turibman-da. Kiyimlarni olib, kiygizib, ularga his qildirib ko'rdingiz-da. Demakki, mana shunaqa deb nom berib qo'ymasgansizda, taslim bo'lmasgansizda. Demak, sizga shu energiya keldi, demak haqiqatdan-da sizniki. Endi mana shu oxirgi savolimni beraman. O'zingiz buni kengroq cho'zib, o'zingiz yoritib berasiz inshaalloh. Nimaga mana shu jarayonlarning ichida kirib, mana yo'q bo'lib ketganingizni hech qachon ko'rmaganman. Endi siz bilan necha yildan beri tanishman. Yo'q bo'lib ketmaysizda, mana qanaqa buni eplaysiz? Mana shu holatni. Tez chiqib ketaman, yo'q bo'lib ketmayman. Ya'ni ham o'zingizga foydada chiqib ketasiz-da, plyusda chiqib ketasiz. Buni endi oldindan eslasam, oldin ham tez chiqib ketgan ekanman. Bolaligimda nimani his qilasiz? Shunda qanaqa chuvstvo keladi? Jahl bilan keladi nimagadir ichimdan. Men shuni qilaman, o'xshamayaptimi? Yo'q, o'xshataman, shuni qilaman. Kimdir majburlamaydi, kimdir urishmaydi meni. To'xtagin, hamma narsani senga qilib beraman ham deydilar-da bular. Keyin tasavvur qilib yashab ko'rdim. Ular qilib beryaptilar, hamma narsa shunaqa ayollar bor. Hamma narsani qilib beryaptilar. Uyda hamma narsa bor. O'zimga qarab maza qilib yashayapman. Tasavvur qilib ko'rdimda, zerikib ketdim o'sha hayotda. Hamma narsangiz bo'lsa ham o'sha hozirgi anaqam bilan zerikar ekanman. O'sha tasavvur qilib erta ham nimadirlar qilgim kelyapti-da. Uyda o'tiribman, ayollarni chaqirib, xona bir nima yaratib, o'sha yerga qilgim kelyapti. Keyin yo'q, baribir unda ham qilar ekanman, hozir qilib qolib ketmasligimga sabab nima ekan? Anaqalar bo'ladi. Bitta narsa ham anaqa qiladi meni, bolalarimni oddiy maktabdan chasniga o'tkazganman. Birinchi ikkitasidan boshlab. Bittasi birinchi sinf, uchinchi sinf bo'lganda, kattasi 3, biri bo'lganda oddiy maktabdan chasniga olib o'tganman. Chasnida odamlar yaxshi bo'ladi, atrofida o'ziga o'xshagan o'rtalar bo'ladi, yaxshi odamlarning bolalari bo'ladi, katta bo'lganda og'aynalari yaxshiroq bo'ladi. Bir oyga yetadigan pulim bor edi maktabga to'lovga. Eri urishganlar, men maktabda, oddiy maktabda o'qiganman, akalarim, adam ham oddiy maktabda o'qigan. Mana yashayapmiz. Nima uni farqi bor? Bir oyga pulim bormi? Topshirganman. Ikkinchi oy agar menga pul kelmasa, maktabdan qaytarib olaman. Lekin mana 4-yil bolalarim o'qiyapti. 3 yil o'zim to'ladim shu maktabda. Hazil mehnat emasda bu ham. 3 yil men o'zim maktabda to'layam, endi qimmat bari. Ikkita bola hozir bu yil 3-inchisi ham chiqdi. To'xtamaganim sababi ham ana nariga to'lovlarim tugagan, bir nimalar olganman, keyin maktabda bolalaringiz o'qish kerak-ku. Bu oyga yangi loyiha, keyingi oyga yangi loyiha va u maktab to'lovi hozir men uchun kichkina summa bo'lib qolgan, lekin baribir uning uchun harakat qilish kerak-ku. Agar o'tirsangiz sizga pul kelmaydi, bolalaringiz maktabiga to'lov qilish kerak. 3 yil mashina bilan yurib, keyin refleks bo'lib qolgan ekan. Mana bu yildan adasi yordam beryaptilar, ko'p narsalarni o'zlari qilyaptilar. Keyin men bundoq o'ylab qarasam, o'sha erga shuni o'rgatib, realni ko'rsatgan ekanman. Bolalarim maktabga chiqyapti. Shu jasorat. Xolodilnigimiz to'lib turibdi. Uni 2 yil o'zim to'ldiribman. Menga qiziq ekan. Hozir qiziq emas uni xolodilnigini to'ldirish menga. Qarang, aytmagansiz-da mana shu joyda. Men hozir muzlatkich to'ldirsam yoki men bog'chalarni, maktablarni men to'laydigan bo'lsam, bu erkak nima deydi, alfons bo'lib ketadi, bu erkak harakat qilmaydi, barakasi yo'q. Har doim sizda sof niyat turgan ekanda, albatta o'zgaradi. Niyat sof bo'lishi kerak. Hayolimni birovchiga erim alfons bo'lib ketadigan xayol kelmagan. Keyin oxirgi savolim emas ekan, uzr, bitta savolim qoldi. Mana biz insonmizda eng zo'r inson ham, manaman degan inson ham cho'kadigan etaplari bo'ladi-da. Mana shu qanaqa shu sizni nima o'pib ketadi yana?
yana qaytib turishga to'g'ri tushundik. Qarz motivatsiya deymiz, qiyinchilik motivatsiya deymiz, no har doim ham u bo'lishi shart emas-ku. Keyingi etapda mana shu to'lovlar bilan, xarajatlar bilan chiqib oldingiz, o'sha etapga qilishim kerak, olishim kerak. Mana shu etapga chiqqaningizda-chi, o'zi atrofingizda odamlar yig'ilib qoladi, ularni tashlab ketamiz keyin. Loyihalar yig'ilib qoladi, odamlar mana shu etapgacha ularni sudrab olib kelasiz. Keyin siz 20 ta ishingiz bor, qayerga ketasiz tashlab. Ular shundoq ham ishlayapti. Aytadi, boshqarib tursangiz bo'ldi keyin ularni. Demak, hozir aytmoqchisizki, qaysidir bir etapga kelib, to'xtab hamma narsani tashlash degan gap emas. Demak, har doim yangi o'tgan etapingizda siz yangi siz bo'lasiz, no o'sha yangi sizni har doim javobgarligi bo'ladi. Va uni sevgida, ishonchda bajarishga harakat qilasiz. Qoyil. Kichkina narsalardan ham ana xursandchilik qidirib ketaverasiz, cho'kib ketmaysiz. Hozir siz mana shuncha bir qop ishingiz bor. Mana hozir qancha kontent oldik biz. Bilan montaj qilish kerak-ku bugun. Albatta. Uyga boraman deb bitta kofe yoki bitta choy icharman, nimadir choy damlab ichaman deb, mana shuni ichganimdan keyin men hozir montajlarni qilib tashlayman. Menga o'sha motivatsiya beradi, sizga boshqa narsa beradi-da. Mana shu montaj deysiz-da, yondiradigan narsa topib olasiz. Men buni hozir qilaman-da, keyin uni qilib tashlayman. Shu kichkina narsalar bilan ham ketaverarkanman. Chunki har kungi ishimiz o'zi qiyin. Progress qilasiz, sotuv olib kelasiz, mana loyihalar bilan ishlaysiz, har kuni bu yoqqa kelasiz. Kichkina nimadir topib olaman har doim. Yoki bolalarim bilan birpas o'tiraman. Keyin mana shu ayollarga anaqa ham aytaylik, mana ish bilan ketdingiz, ko'pchilik rostdan ham ajrashib ketadi. Men topolman deb ketadi, bolalarimni o'zim eplayapman-ku, kerak emas deb ketadi. Shuni yangi podkast qilaylik. Shoshmay aytmay turing, hozir qilaylik shuni. Hozir yana bizga ekspertlar qo'shilishadi. Yana 3 ta ekspertimiz. Bundan keyingi videoni ko'ringlar. Fikrlaringiz bo'lsa, qanaqa kommentariya haqida endi yaxshi mavzu bo'ladi. Ustasiga o'rgatishimni qarang. Rol bu. Komment yozib ketsanglar, qanaqa mavzu bo'lsa, o'sha mavzuda ko'proq kontentlar olib chiqamiz, podkastlar qilamiz. Men ayol inson sifatida aytgan bo'lardimki, bu ayolni etagidan ushlashimiz uchun juda ham ko'p sabab borda. Mening o'zim psixolog bo'lganim bilan, boshqa bilan ayoldan har doim o'rganadi-da, makrni ham o'rganadi. Mana bulardagi farosatni ham o'rganadi, mehnatni ham o'rganadi, ishonchni. Minnatdorman. Maza bo'ldi.